Men Abdulla Qodiriy. Men o'z hayotimni ortga qarab ko'rsam, unda birgina yo'lni ko'raman. Bu fidoyilik yo'li. Men oddiy yashashim ham mumkin edi. Sukutda yurib, zamon shamoliga moslashib, o'zimni asrashim ham oson edi. Lekin yuragim bunga ko'nmadi. Chunki men xalqimni zulmatda ko'rib turib, jim tura olmadim. Har bir savodsiz ko'z, har bir ezilgan qalb menga qarab, yoz deb turgandek edi. Men qalamni qo'lga olganimda bu faqat adabiyot emasligini bilardim. Bu kurash edi. Har bir yozgan satrim bilan men jaholatga qarshi chiqdim. Har bir asarim bilan xalqimni uyg'otmoqchi bo'ldim. O'tgan kunlarni yozarkanman, faqat o'tmishni emas, kelajakni ham o'yladim. Mehrobdan chayonni bitarkanman, adolat yo'lidagi azobni yuragimdan o'tkazdim. Meni to'xtatmoqchi bo'lishdi. Meni qo'rqitmoqchi bo'lishdi. Hatto sukutga majbur qilmoqchi bo'lishdi. Lekin men bilardim. Agar men sukut qilsam, bu millatning ovozi yana o'chadi. Shuning uchun men o'zimni emas, haqiqatni tanladim. Fidoyilik bu baland gap emas. Bu ichingda yonib turgan olovdir. U seni tinch qo'ymaydi. U seni oson yo'ldan qaytaradi. U seni xavfga boshlasa ham to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Men ham shu olov bilan yashadim. Men bilardim, bu yo'lning oxiri oson bo'lmaydi. Lekin men hayotimni uzun qilishni emas, mazmunli qilishni tanladim. Agar mening bir kunim xalqim uchun foyda keltirsa, bu menga butun umrga teng edi. Bugun sizlar 9-may, xotira va qadrlash kunida fidoyilarni eslaysizlar. Men sizga shuni aytaman. Fidoyilik faqat jang maydonida emas. Ba'zan u qalamda bo'ladi. Ba'zan haqiqatni aytishda. Ba'zan esa adolat uchun yolg'iz turishda namoyon bo'ladi. Men ham o'sha fidoyilar safidaman. Men qurol ko'tarmagan bo'lsam-da, so'z ko'tardim. Men qon to'kmagan bo'lsam-da, yuragimni berdim. Chunki vatan uchun xizmat qilishning yo'li bitta emas, maqsadi bitta. Ey kelajak! Agar mening ovozim senga yetib borsa, shuni unutma. Erkinlik bu meros emas, bu mas'uliyatdir. Uni asrash uchun ham fidoyilik kerak. Men ketgan bo'lsam ham mening kurashim tugamadi. U sizlarda davom etadi. Agar siz haqiqatni tanlasangiz, agar siz millatingizni sevib yashasangiz, demak, men hamon yashayapman.